bitta foydali ma'lumotni aytib o'tib ketaman. Ko'pchilik yo'lini topolmaydi. Xo'p, B2 yo'nalish kerak bo'lgan kategoriya, ya'ni borish kerak bo'lgan yo'lagi, bu registratsiyadan o'tgan vaqti, sit o'tiradigan o'rindiq joyi raqam. Xo'p, buni biz qayerdan topamiz desa, aeroportga kirganimizda xuddi shunaqa yo'laklarni belgilab bergan. Bizniki B2. Shu yo'nalish bo'ylab to'g'riga ketaveramiz. Bu yerdan ham to'g'ri ketamiz. Hurmatli yo'lovchilar, biz sizga parvozingiz ko'ngilli o'tishini tilab qolamiz. Please, have a nice flight. Hozirgi videoda aeroportda Wi-Fi ga ulanamiz. Bunga bizga kerak bo'ladi flight number TK1347, familiya va o'tiradigan joyimiz. Pasportdan o'tkazsa ham bo'ladi, lekin o'tirgan joyda shuni o'tkazsa ham bo'ladi. Wi-Fi ulash usuli. Sigaret qancha Hali chekani bular degan savol tug'iladi. Nomer mesdagi joyda yozamiz. Tejos sizga maza qiladi, ular domordan chiqadi. Ulan boqamasi. Xo'p, bizni biletimiz tranzit bo'lgan. Istanbulga kelib, peresatga olib, yana boshqa samolyotga o'tamiz. Birinchi bo'lib qaysi yo'nalishga borishimizni topib olamiz. Hop, ticket number 1347 ekan. Biz uchadigan samolyotimiz 18:40 uchadi. 22-joyimiz va Ruminiyaning Kluj degan shahriga borar ekan. Endi birinchi bo'lib shuni topib, qaysi yo'nalishga borishni aniqlab olamiz. Mana bizniki 18:13 Kluj. Boradigan joyimiz 5:10 aniq bo'lar ekan. Qaysi yo'nalishga borishimiz. Hozir chiqqani yo'q. Ungacha kutamiz.